Mashinamiz tayyor bo'ldi. Videoni ko'rishdan oldin zo'r degan like tugmasini bosib, kommentariyada o'zingizlarning ijobiy fikrlaringizni bildirib qo'ying. Har bittasini video obzor qilamiz. Eng arzondan boshlab turib, eng qimmatigacha bo'lgan mashinalarga obuna bo'lishni unutmanglar. Birinchi mashinamizni eng arzondan boshlaymiz. Lexus. 150 dollar chiqadi. Lexus mashinamiz oldin chiroqlari yonib turadi. 2,5-4 yoshgacha bolaga mo'ljallangan. Balonlar yumshoq rezina balon bo'ladi. Pult bilan ham pedal bilan ham boshqarsa bo'ladi. Bitta yumshoq ekipojali akkumulyator tagida joylashgan. Ikkita orqa balon ham yumshoq bo'ladi va orqasida motor. Ikkita motor bilan mashina yuradi. Signallari bu yerda joylashgan. Bo'lsa bo'ladi. Chiroqlarni o'chirib qo'yadigan knopkalari, mashinani o'zini o'chiradigan knopkalari. 20 kilogacha bo'lgan yuk ko'taradi. Buni qizil rangi ham bor. Qizilga oladigan bo'lsangiz, qizil rangini ham olsangiz bo'ladi. Telefon raqamlari 99 kodi bilan 817 47 Koreya Rossiyadan turgan zakaz bersangiz bo'ladi. Bizga Telegram orqali bog'laninglar va pastga yozib qo'yamiz. Bolalar mashinasi 01. Bu Telegram kanalimiz. O'zingizlar kirib, bu yerda ko'rsatilgan boshqa mashinalarimizni ham o'zingizlar video obzorlarini, narxlarini ko'rsangiz bo'ladi. Ikkinchi mashina Toyota 200 juda ham chiroyli ko'rinishda 7 yoshgacha bolaga mo'ljallangan. Oldi videosini ko'rasizlar. Bu yerda chiroqlari pastdan yonib turadi, LED berilgan. Oldi glamli faralari yonadi. Ikkita chetidan Toyota'ning emblemasi bor. Xolasinglar nomer qo'yib beramiz. Bu mashinaga nomer aytganingizda pod zakaz nomer ham qo'yib beramiz. Xo'p, balonlar buni ham yumshoq rezina balon bo'ladi. Kattaroq balon. Ichki o'rindiqqa ikkita o'rindiq bitta bo'lib ketgan eko kojali. Akkumulyator buni ham tagida joylashgan. 4 ta balon tortadi, 4 ta balonda motor joylashgan. Bu mashinamiz og'irlik kuchi 30-35 kg atrofida. Orqa tarafdan ko'rinishi mashinani qo'shimcha bu yerda zapaskasini o'rnida narx hisob qo'ysam bo'ladi. Bagaj vazifasini bajaradi. Orqa chiroqlari ham ikkita tarafdan yonib turadi. Chiroyli ko'rinishda. Orqadan o'zingizlar ko'tarib ketsangiz ham bo'ladi. Temir bor, shu bo'ladigan. Xo'p, bu MP3 sistemalar, MP3 sistemalar bu yerda joylashgan. Zaryadka qilish aynan mana shu joyga qo'yiladi. Hamma mashinada deyarli shu joyda joylashgan. Zaryadka qiladigan teshigi shu joyda joylashgan. Bitta signallari, MP3lari bor. Xo'p, ikkita joydan zaryadka qo'ysa bo'ladi. Birinchisi bu joydan, ikkinchisi bu joydan. Iloji boricha sidinantidan zaryadka qo'ygan yaxshi. Pedal bilan ham boshqarsa bo'ladi. Pult bilan ham boshqarsa bo'ladi. O'zi samosiyatini boshqarsa bo'ladi. Oldiga, orqaga yo'nalgan knopkalari. Bu pedal bilan boshqariladigan kerak bo'ladigan tablosi. Mashina juda ham chiroyli chiqqan. Ko'rinishini ko'rasiz. Keyingisi Honji. Xitoyda ishlab chiqarilgan Honji mashinani bolalar uchun chiqarilgan varianti. Atrofini ko'rasiz, ko'k rangda LED terilgan. Oldi peshanasiga chirog'i ham yonib turadi. Oldi oblisovkalari juda chiroyli chiqqan. Ikkita pastiga tumankalar yonadi, glavniy faralari yonadi. Ikkita chetdan samosiyatini o'zi haydasa ham bo'ladi va pult bilan boshqarilsa ham bo'ladi. Sidenasini ko'rasizlar, sal kattaroq. 2 yoshli bola o'tirsa bo'ladi, bitta bemalol 7 yoshgacha bola haydab yursa bo'ladi. Og'irlik yuki 40 kg atrofida yuk ko'taradi, 35-40 kg. Bundan qaraganda sal sidenalar kattaroq. Ichki bardov yurog' chiqarilgan. Bu Xitoy o'zida Rolls-Royce Xitoy varianti deyiladi. Orqa chiroqlari ham yonib turadi. Polni atroflardan orqalari ham yonib turadi. 4 ta balonda motor joylashgan. Buni ham hop, tablolari bu yerda, knopkalari bu yerda, MP3lari avtomat korobka orqali yuradi. O'chirib yoqadigan knopkasi. Bu bo'lsa svetlarni ertalab o'chirib qo'yadigan knopkasi. Hozir mana o'chib turibdi. Bu ekonomik rejimda ko'proq yurishga xizmat qiladi. Har bitta mashina bitta to'liq zaryadkada 2 soat uzog'i bilan yuradi. Agar dam olib yursa, bir kuncha yursa bo'ladi. Signallari ham bunda bu yerda joylashgan, MP3lar bu yerda. Mashina juda ham chiroyli chiqqan. Keyingi video obzoridagi mashinamiz bu Geely-Wagen 3/7 deb nomlanadigan 2023-yil chiqqan Geely-Wagen bolalar uchun chiqarilgan varianti. Hozir kunduzi bo'lganligi uchun chiroqlari unaqa ko'rinmayapti. Kech payt juda ham yarki, juda ham chiroyli bo'lib ko'rinib turadi. Oldi faralari o'chib yonadigan chirog'i bor, glavniy faralar yonib turadi. Oldi oblisovkasida ko'k, atroflari oq rangda diod terilgan. Bu tarafdan ham chiroqlari yonadi. Tepadagi sariq chiroqlari ham yonib turadi va oynaning tepasidagi chiroqlari ham yonib turadi. Xo'p, ikkita chetidan bu yerda bakovoylar bor. Bakovoydagi chirog'i ham o'chib yonib turadigan chiroqlari bor. Kuzov va atroflari to'liq yonib turadi. Kech payt buni ko'rganingizda juda ham chiroyli ko'rinishda. Bu ham ikkita o'rindiq bitta bo'lib ketgan va 45 kg yuk ko'taradi. Sidinantida akkumulyator joylashgan, 4 ta balon tortadi. Diskalarini ko'rinishini ko'rasizlar. Yaltiroq diska qilingan. Balonlar yumshoq rezina balon, taqir-tuqir ovozli chiqarmaydi. Bu mashinamizda orqa tarafdan ko'rinishi zapaskani o'rnida chiroq qo'yilgan, chiroqlar yonib turadi. Mercedes emblemasi bor, nomerli yopishtirganmiz, pod zakaz yopishtiriladi. Chiroqlari ham bor, ikkita orqa chiroqlari ham yonib turadi. Ichki salonni ko'rinishi, o'rtada joylashgan rullar. Hop, bu yerda tablolar yonadi. Bu yerda demak knopkalari bu yerda joylashgan. Ichi juda ham chiroyli chiqqan. Pedal bilan ham, pult bilan ham boshqarsa bo'ladi mashinani. Juda ham chiroyli ko'rinishda. Ko'radigan bo'lsanglar, buyurtma beringlar. Yana bir band aytib o'tamiz. Bolalar mashinasi 01. Mana shu bizning Telegram kanalimiz. Telegram qidiruv joyiga kirib turib, bolalar mashinasi 01 deb yozsanglar, albatta bizning kanalimiz chiqib keladi. Bu yerda video obzorda ko'rsatmagan mashinalarimizni o'sha yerdan topsanglar bo'ladi. Va oxirgisi bu 1122 modeldagi pikap 100 kg yuk ko'taradi. Buni videosini hozir qo'yib yuboramiz. 1122 pikap ikkita parametr olgan. 120 kg atrofida nimasida haydab olib chiqyapti. Balonlar yumshoq rezina balon.
hozir ko'rdinglar, ikkita akamiz o'tirib olishdi va ular 120 kilo atrofida chiqishadi. Mashina indamasdan tortib yuribdi. Baquvvat o'zimiz ham ishonib Kenediga sotadigan mashinalarimizdan bittasi. Bu yerda demak, qo'shimcha bagaji bor, idishchasi bor, narsa solib qo'ysa bo'ladigan. Orqa pikap ochiladi. Orqasi ochiladi, ko'rasizlar. Chiroqlar yonib turadi. Orqasiga narsalarni solib qo'ysa bo'ladi farzandinglar. Ikkita o'g'linglar, ikkita qizinglar bo'lsa, bemalol, nafaqat ikkita, 3ta, 4ta bolani ham bemalol ko'tarib ketadi. Bu yerda tablolari, oldi rullari, o'rtada joylashgan rullar, ikkita o'rindiq, bitta bo'lib ketgan, ikkita 3 yoshli bola bemalol sig'adi. Videosini ham qo'ydim sizlarga. Akamiz o'tirganlari, balonlari Cherokee balon, diskalari juda chiroyli chiqqan. Balonlarning orqasida ikkita katta motorlari bor. Oldi balonlari ham Cherokee bo'ladi. Oldi balonlarda motor yo'q. O'zingizlar ko'tarib ketadigan bo'lsanglar osonroq bo'lishi uchun qilingan, chunki og'ir mashina ko'tarib turib itarib ketsanglar bo'ladi buni yonidan. Xo'p. Oldi mordasini ko'ramiz. Oldi mordasini ko'rasizlar, ablisovkalari juda chiroyli chiqqan. Haqiqiy jipga kichkina ko'rinishi. Buni qizil rangi va seri rangi ham bor. Oldi pastdagi tumankalari ham yonib turadi, ikkita shatakka olgan, ikkita shatakka oladigan plastmassasi ham bor. Oldi chiroqlari, yo'llaridan chiroqlari tushib turadi. Mashinamiz juda ham chiroyli chiqqan. Telefon raqamlarimiz 99 kodi bilan 810 77 47. Oldi tepadagi chiroqlari ham yonib turadi. Kech payt juda chiroyli ko'rinishda bo'ladi bu ham. Yo'llardan ko'rinishi juda ham zoom mashinalardan bittasi. Bizga Telegram, WhatsApp orqali bog'laninglar. Videolarimizni yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar va kommentariyada fikrlarni yozib qo'yinglar. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bizaniki onlayn internet magazin, dastavka orqali ishlaymiz. Pulini yetib borgandan keyin to'lasanglar ham bo'ladi. Salomat bo'linglar.